Angrenda 4 ta pedofil, bitta 15 yoshli qizni bir necha oydan beri zo'rlashdi. Твой маяк подарил мне Бог. Стал я жить все наши детали. Internetda bittasi qattiq o'sirib qo'ysa bizdan emas deb qo'lini ko'yisiga urib dushman qilib ko'rsatadi hammaga. Lekin ana bitta 4 ta gandon Angrenda bitta qizni bir necha oylab 15 yoshli qizni xohlagan narsasini qilib zo'rlasa hech kim indamaydi. Hamma achkisini taqol ko'pay bilan mana aqlli birishadi. Nima bo'ldi deb eshitmaganga solib. Amerikada shunaqa narsa bo'lsa, odam o'ltirgandan battar jazo beradi. Umrini oxirigacha qamab oladi. 45 mingta qora o'ylab kutib turadi. Nima qilib chavag'lab qamoqxonada. Aslida krisalarni juda ham qattiq jazolash kerak. Iloji boricha qamoqqa umrini oxirigacha tiqqanda ham shu shampanskiy butilkasi bilan kutib olib, o'tirgizib oxirigacha iloji boricha shu qamoqda o'lib ketmaguncha shu shampanskiy butilkani ko'tadan chiqarmaslik kerak. Chunki o'tgan yil ham bunaqa narsa bo'lgan. Hech kim hech narsa demagan. Hamma biladi nima haqida gapiryapman. Mana shu yil ham bu biz bilmaganlarning ishlar. Bu yildan yilga ko'paveradi bunaqa narsalar. Agar chora ko'rilmasa, shunaqa голодный zver konchini pidarraslar ko'p